Mana shunday yopiq cho'ntaklarni tikishga qiynalasizmi? Unda bu videoyim orqali 1 minutda o'rganib oling. Bizga mana shu holatda ikkita detal kerak bo'ladi. Ko'ylak oldi va orqa detali. Cho'ntak og'zini 13-14 cm holatda belgilab oling. Orqa detalini olib qo'ying. Mana shu holatda ikkita cho'ntak qopchalari tayyorlab oling. 13 cm belgilab oling. Xuddi mana shu holatda boshlang'ich liniyasini tikib oling va pastga 1 cm holatda tikib tushing. Chokni mana shu holatda yakunlang. Chokning tepa va pastki qismiga kassoy holatda rasyechka bering. Ag'daring va cho'ntak tarafga qarab 0,1 holatda strochka berib chiqing. Cho'ntak shu ko'rinishga keladi. Endi burchak qismlarini chiqazib, yaxshilab dazmol bering. Shu ko'rinishga kelib qolgan cho'ntagimizni ikkinchi detalni oling. Mana shu holatda joylashtiring. Tepa va pastki qismiga zakripka bering. Cho'ntak ichki qismini 1 cm da tiking va aviarlo qiling. Shu ko'rinishga kelib qolgan cho'ntakni ikkinchi detalni oling, ya'ni libosning orqa detali va 1 cm holatda bokovoy chokni tikib chiqing. Cho'ntagimiz tayyor holatga keldi. Video sizga yoqqan bo'lsa, tikuvchi tanishlaringizga yuborib qo'ying. Hozir podpisatsiyani bosmasangiz, meni yo'qotib qo'yishingiz aniq.